Hozir men o'zim so'z berdim. Qiz bolani hech qachon tashqi ko'rinishiga qarab baho bermayman deb. Nimaga desanglar, mana shu narsaga majbur qilgan voqea yuz berdi. Men hozir ko'chada ketayotgandim. Juda ham sovqatganligim uchun ozroq mizg'ib olish uchun Safiyaga kirdim. Birato'la biroz kitob mutolaa qilaman dedim. Safiyaga kirdim, navbat ko'p ekan. Ikkita qiz ochibda kutib turgan ekan. Qizlarga ko'zim tushdi. Rosa ham chiroyli, ro'molda. Vau dedim. Uylansang mana shunaqa qizga uylanday dedim. Kamiga qara, yerga qarab turibdi ekan. Boladan uyalgandan bo'lsa kerak dedim. Ifati ham joyida ekan deb qo'ydim ichimdan. Keyin biroz vaqt o'tdi, ular tashqariga chiqdi. Ya'ni o'sha Safiyani balkoniga chiqdi. Ozroq toza havoga bo'lsa kerak deb o'yladim o'zimcha. Men ulardan keyin-ku, shuning uchun bir og'iz navbatdan aytib qo'yish uchun tashqariga chiqib navbatinglar keldi deb aytgan vaqtim bo'luvdi. Qarasam ikkovi ham sigaret chekib o'tiribdi. Voy noinsof dedim. Shundan keyin o'zimga savol berdim. Sen qanaqa qilib birovni bilmay turib birovga baho berding? Mashq qiziq olsa uylanishga variant ko'rganding. Lekin ahvolini qara buni degan gaplar o'tdi ichimdan. Shuning uchun bolalar esinglardan chiqmasin. Qiz bolani hech qachon tashqi ko'rinishga qarab baho bermanglar. Bekorga ham aytmasganda, kimni qanayligini bilmoqchi bo'lsang, oldin yashab ko'r, oldin muloqot qilib ko'r, shunda bilasan deb. Men ham shunga amin bo'ldim hozir.